Hürmetli kelozor köyçüler, yaxşımsızlar. Yaxşımısızlar? Bugün 2025 yılı 5. ayının 19. günü düşenbe. Dehqonlar kalendari boyunca 4. ayının 22. günü. Xabarlarımızı görüşünlerini qarşılaymiz. Bugungi xabarlarimizning muhim mazmunlari tubandagicha. Şinjan madaniyat orqali sayohatchilik barpo qiladigan, sayohatchilik orqali madaniyatni namoyon qiladigan yangi kasb oldi. Yangi mas'uliyat. Yangi muhit ustida faol izinib, madaniyat bilan sayohatchilikning cho'nqur yo'g'rilishini olg'a surib, go'zal Şinjanning yangi qiyofatini namoyon qildi. Erkin Tonyaz Şinjan dostona hamkorlashish almashtirish o'mikini boshlab, Efiopiya, Zambiyada ziyoratda bo'ldi hamda Afrika ittifoqining bosh shtabini ziyorat qildi. Cho'ng davlat qurilishining Şinjanga nazari sahifamizda bugun muxbirimiz bilan birlikda mamlakat bo'yicha eng cho'ng oliy darajalik mineral moy ishlab chiqarish bazasiga berib, Şinjan neft tabiiy gaz kasbining qanday qilib zanjirini uzartib va kuchaytirib, kasbning o'tiral oliy qatlamiga yurish qilganligi bilan tanishamiz. Jungo Import-Eksport bankisi 10 milliard yuanga yaqin qarz orqali Şinjan tashqi savdosining taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Abdurrahim rayonimiz shahardagi kent o'z selib olgan uylarni o'zgartirish xizmatini tartibga olib surib, aholining turalg'u sharoitini yanada yaxshilaydi. Endi tafsiliy mazmunlarni ko'rsatamiz. Bugun Jungo sayohat kuni. Boshlovchi Xi Jinping madaniyat bilan sayohatchilikning yuqori taraqqiyotiga yenim turtki bo'lib, butun rayon sayohatchiligini taraqqiy qildirib, madaniyat sayohatchilikni to'g'ri kasbga aylantirish kerak deb ta'kidladi. Şinjan, boshlovchi Xi Jinpingning muhim so'zining ruhini yetakchi qilib, madaniyat orqali sayohatchilik barpo qiladigan, sayohatchilik orqali madaniyatni namoyon qiladigan yangi kasb oldi, yangi mas'uliyat, yangi muhit ustida faol izinib, madaniyat bilan sayohatchilikning cho'nqur yo'g'rilishini olg'a surib, butun rayon sayohatchiligini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, yuqori sifatli madaniyat sayohat iste'mol ta'minoti orqali unumli ehtiyojni kengaytirib, go'zal Şinjanning yangi qiyofatini namoyon qildi. Bu yıllık Jungo Sayahat Günü faaliyetinde güzel tağ deryalar, güzel sefer baş temi kılındı. Jungo Sayahat Günü Şinjan Şöbü Meydan faaliyeti bugün Şinjan Xalqara Çoğ Bazarda başlandı. Baş temilik faaliyet ötküzülüp, xalqı nep yetküzüş tedbirleri oturğa koyulup, sayahatçilerge katta medeniyet sayahat merikisi hazırlandı. Janubiy Şinjan'a badım, adamiyet manzarası hakikaten yeni gelip görüşke arziydiken, 6. ayda Şimali Şinjan'ın manzarası en güzel tüskü kırdı deydi. İliği berip tabii güzel manzarlardan huzurlanımen. Şinjan yaqinqi yillardan buyon Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirishni puxta olg'a surib, Şinjanni sayohatchilik orqali gullantirish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, madaniyat sayohatchiligining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'ldi. 2024-yil madaniyat sayohatchilik avtonom rayonining 10 cho'ng kasb to'pining biriga aylandi. Navbatda Şinjanda 5A darajalik sayohat manzar rayoni 18 ga yetib, son jihatda mamlakat bo'yicha 3-o'rinda. A darajalik manzar rayoni 776 ga yetib, mamlakat bo'yicha 4-o'rinda turdi. Bu faslda 5A darajalik manzar rayoni Qanas intayin go'zal tusga kirdi. Sayohatchilar Qanas ko'li tomosha supsiga chiqib, zumratdek suv, go'zal manzardan qong'uchi hozirlandi. Tağ, köl, otlaq, orman birleşip intayin güzel göründiken, suratga tushsimi chiroyli chiqadikan. Bu yıl 5. ayının 1. gündən buyan Qanas manzar rayoni kutib olgan sayohatchi 778 ming odam qitim qitib, bultirqi shu mezgildikidan 50% ko'paydi. Tağ, jilg'a, qumluq, cho'l, daryo iqin, ko'l, otlaq, orman, muzluq, qarliq dala, Sahra manzarasi, urf-odat manzarasi qatorliq mo'l, ko'p xil boyliq Şinjan madaniyat sayohatchiligining jo'sh urib taraqqiy qilishiga terak bo'ladigan puxta asosga aylandi. O'lka yo'li 249-liniyasining Tianshan teg'i bo'ligida qatnashga qo'yilgan fasllik chek bekor qilingandan buyon avtomobil haydab sayohat qilgan sayohatchilar bu yo'lda 4 faslning go'zal manzarasini to'liq his qildi. Hayvatlik qarliq tog', ko'z yetkusiz o'tloq, keng ketgan o'rmonliq intayin go'zalkan. Merkezning 2025-yil 1-numurliq hujjatida Sahra madaniyati bilan sayohatchilikning cho'nqur yo'g'rilishini olg'a surish o'tirib qo'yildi. Bugungi kunda Şinjanning har qaysi joylari bo'sish xarakterlik ijodiy amaliyot orqali o'zgacha xos yezi egiligi bilan sayohatchilikning yuqori taraqqiyot yo'li ustida izlandi. Amdili o'tib ketgan hafta oxirida Uchturpan nahiyasining 4-navbatlik yemaklik zamburuq uzish yurishlik faoliyati Imomlarim bozorining Tovanki Makit kentida o'tkazildi. Sayohatchilar yemaklik zamburuq uzib qolmay, o'yin ko'rib, esil yemakliklarni yeb, go'zal manzardan hozirlandi. Yaqin yillardan buyon Tovanki Makit kenti sharoiti qarab ish ko'rib, yemaklik zamburuq yadro qilingan istirohat sayohatchiligini taraqqiy qildirib, ekologiya bog'chisi barpo qilib, Sahra sayohatchiligining o'zgacha ko'p xil taraqqiyotiga turtki bo'lib, Sahra sayohatchiligi boyligini yanada jonlantirdi. Yemaklik zamburuq uzishni oilaviy mehmonxona, yemak-ishmak, urf-odat o'yini bilan birlashtirib, 53 odamning ish qo'rilishiga turtki bo'ldi. Kent aholisi yaymi ichib bir kunda ko'p bo'lganda 5 ming yuandan ortiq kirim qildi. Sonliq ma'lumot ko'rsatilishicha, Şinjanda hozir mamlakat bo'yicha istirohat yezi egiligidagi nuqtaliq nahiyadan 8, Jungo bo'yicha go'zal istirohat yezi kentidan 60, mamlakat bo'yicha Sahra sayohatchiligi nuqtaliq bozordan 52, Sahra istirohat sayohatchiligi esa liniyasidan 100 nachisi bor ekan. Şinjan sayohatchiligining avvat manzilga kirishi bilan ko'plagan madaniyat sayohat xizmatchisi bu yerga kelib, o'ziga xos shaklda Şinjanning sehri kuchini har taraflama ko'p nuqtadan namoyon qildi. Turpanning meyvelarini deb keldim, ujmi bek tatliqkan, mey setiri pakitiman.
Kariz haqidagi sinni ko'rgan nurg'un mastonam karizning buncha qaltis ekanligini bilmaydi ekan. Haqiqatan qaltis ekan deyishdi. Bu sin 50 million qitimdan ortiq ko'rildi. Shinjongning manzarasi haqiqatan bak go'zal. Odamiyati tarixiy intayin mo'l va cho'nqur. Bütün Şinjanı aylanishni planladim. Tatmoqchi bo'lganlarimni ilgari tatqanlarim bilan birlashtirsam 70-80 dek sin ishlayolgudekman. Şinjanning madaniyati, manzarasini texmi yaxshi tashviq qilaman. Şinjang mamlakatimizning har qaysi joylaridagi sayohatchilar intiladigan she'riy tuyg'uga to'lgan go'zal joy. Shundaqla dunyoning har qaysi joylaridagi sayohatchilarning ko'nglidagidek sayohat manzili. Yaqindan buyon Qizil Ming'oy manzara rayoni davlat ichi sirtidan kelgan nurg'un sayohatchini jalb qildi. Şinjang tunji kelishimiz bu yer haqiqatan go'zalkan. Şinjang bu yil bütün rayon sayohati, tuvan boshliq sayohati, qumliq sayohati, ekologiya sayohati, sog'lomlik kutinish sayohati, chegara halqagan sayohat qatorliqlarini taraqqiy qildirib, sifatli sayohat turlarini barpo qilib, sayohat mulozimatining sifatini o'stirishni olg'a surib, 320 million odam qitim sayohatchi kutib olishga tirishadi. Oldingi 4 oyda Şinjang kutib olgan sayohatchi 63 million 622 ming 300 odam qitim qitib, bo'ltirqi shu mezgildagidan 8,76% ko'paydi. Şinjang sayohatchiligining taraqqiyot vaziyati yaxshi bo'layotdi. Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumati 10 cho'ng kasb to'pidan iborat eng kuchlik, eng yuqori darajada to'plashtirish orqali zamonaviylashtirish, aqllashtirish, uchurlashtirish, raqamlashtirishga kuchab, ta'minot taraf to'xtasidan cho'nqur olg'a surib, tuzilma mexanizm jihatda diqqatni sayohatchilikning yuqori sifatli taraqqiyotiga markazlashtirib, islohotni cho'nqur olg'a surib, sayohatchilikning yuqori sifatli taraqqiyotini yanada yuqori pallaga ko'tardi. Abdulum Rayliq Partiya Komitetining o'rinlashtirishiga asosan Abdulum Rayliq Partiya Komitetining muavin shujisi, Abdulum rayonining raisi Erkin Tunyaz Şinjang do'stona hamkorlashish almashtirish o'mikini boshlab, 5-oyning 11-kunidan 18-kunigacha Efiopiya, Zambiyada ziyoratda bo'ldi hamda Afrika ittifoqining bosh shtabini ziyorat qildi. Bu qitimliq ziyoratda Xi Jinping diplomatiya ideyasini cho'nqur izchillashtirib, bir balvoq bir yo'lni yuqori sifatda barpo qilishga tashabbuskorlik bilan yo'g'irlab va mulozimat qilib, Jungo Şinjangning Afrika bilan birlikda bir balvoq bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlar bilan bo'lgan do'stona almashtirishi hamkorlikni kengaytib, Şinjang hikoyasini tashabbuskorlik bilan yaxshi so'zlab, Şinjang obrazini namoyon qilish maqsad qilindi. Vakillar ömike yaqin kunlardan buyon suhbatlashish, maslahatlashish, iqtisod savdo to'g'risida kengashish, tekshirish, tekshirib tadqiq qilish, do'st shahar almashtirishi qatorliq faoliyatlarni o'tkazdi. Erkin Tunyaz Afrika ittifoqining munosabatlik mas'ullari va ichki davlatning rahbarlari bilan suhbatlashdi. Vakillar ömike Efiopiyadagi mezgilda Addis Abebani ziyorat qilib, munosabatlik tarmoqlar va oblastlarning mas'ullari bilan suhbatlashdi. Jungo Şinjang bilan Efiopiyaning yerliklararo korxonalar udillashish yig'ini o'tkazdi. Oromiya oblasti Efiopiya aviatsiya shirkati bilan do'st rayon oblast munosabat muddanamasi va hamkorlik kelishimi imzoladi. Zambiyadagi mezgilda Lusakani ziyorat qildi. Munosabatlik tarmoqlar va o'lkalarning mas'ullari bilan ko'rishdi. Jungo Şinjang Zambiyaning yerliklararo korxonalar udillashish yig'ini o'tkazdi. Tanzaniya Zambiya temir yo'li xotira baxtisiga berib, Zambiyaga yordam berishda qurbon bo'lganlarga ta'ziya bildirdi. Hamda alohida transformator sanoati paychakli shirkatining Zambiyada turishliq vakolatxonasi Zambiya Jiangxi iqtisod hamkorlik rayonini ko'zdan kechirdi. Sharq o'lkasi bilan do'st rayon o'lka munosabati muddatnomasi imzoladi. Erkin Tunyaz ziyorat mezgilida Şinjangning yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi Jungo Kommunistik partiyasining Şinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, iqtisodiy taraqqiyot, jamiyat muqimligi, xalq turmushini yaxshilash, kishilik huquqni kafolatlantirish, millatlar ittifoqligi, dillar inoqligi qatorliq jihatlarda qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarni tunishtirdi. U mundaq dedi: Jungo Afrikaning do'stligi zamon makondan, tog' daryolardan xalqib, avlodma-avlod davomlashib keldi. Jungo Şinjang Afrika davlatlari bilan do'stona munosabatni rivojlantirishga yuksak ahamiyat berdi. Yaqinqi yillardan buyon Efiopiya va Zambiyani o'z ichiga olgan Afrika davlatlari Şinjangga ko'p qitim ziyorat o'mika avatdi. Jungo Şinjangning ikki davlatning yerliklari bilan bo'lgan do'stona munosabati kun sari quyuqlashdi. Jungo Şinjang Ipak yo'li iqtisod balvig'i yadrolik rayoni qurilishini teziltib, Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga ichib etish ko'rik beshi istiqomini tirishib barpo qilyapti. Biz Jungo Efiopiya, Jungo Zambiya davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tunishini astoydil amillashtirib, Jungo Afrika hamkorlik munbiri Beijing boshliqlar yig'inining natijasini amillashtirib, bir balbaq bir yo'lni o'rtaq barpo qilishni oshkor qilib, iqtisod, savdo, yangi energiya, yezigiligi, madaniyat, sayohat qatorliq sohalardagi almashtirish hamkorlikni uzluksiz cho'nqurlashtirib, yangi davrdagi cheklimsiz Jungo Afrika taqdir o'rtaq kelgusi barpo qilishga Şinjangning to'kpisini qo'shimiz.
Afrika İttifaqının münasibətlik məsulları, iki dövlət rəhbərləri Reis Xi Jinping'nin yetakçiligida Jungoning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda qo'lga keltirgan kishining diqqatini tortadigan muvaffaqiyatlarini yuksak maqtadi. Jungocha zamonaviylashtırishning dunyoviy ahamiyatiga yuksak baho berdi. Jungo Xinjiangning yaqinqi yillardan buyon yaratgan yangi vaziyati, qo'lga keltirgan yangi natijalarni tabrikladi hamda Jungoning tajribalarini o'rganganligini, bo'libmi Xinjiang orqali Jungo bilan bo'lgan aloqani kuchaytirishda ta'xirsiz umidini bildirdi. Bu muvaffaqiyatli tajribalarning Afrika xalqining zamonaviylashtirish taraqqiyoti yo'li ustida izlanishni foydali o'rnakka ega qilganligini, Jungo Xinjiang bilan yer egiligi, energiya, savdo, qatnash, ashyo obroti, odamiyat qatorliq sohalardagi amaliy hamkorlikni kuchaytirib, o'zaro manfaat yetkazib, tanglab elishni amalga oshirishga taqozo ekanligini bildirdi. Jungoning Afrika ittifoqida turishliq elchilar o'mikining boshlig'i bosh elchisi Hu Changchun, Efiopiyada turishliq bosh elchisi Chen Hai, Zambiyada turishliq bosh elchisi Han Jing, Avtonom rayonning munosabatlik o'rinlari, tarmoqlari va korxonalarning vakillari munosabatlik faoliyatga qatnashdi. Avtonom rayonlik 14-növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti bugün 54-ci qitimliq mudirlar yığını açdı. Yığında Avtonom rayonlik 14-növbətlik xalq qurultayı daimi komitetinin 21-ci yığınını 5-ci ayın 26-cı günüdən 28-ci günügacha Ürümçide etiş qarar qılındı. Avtonom rayonlik xalq qurultayı daimi komitetinin mudiri Zumrat Obul yığınğa riyasətçilik qildi. Yığında Avtonom rayonlik 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti 21-ci yığınının qaralma layihəsi qarab çıxıldı. Mudirlar yığınının təklif qaralmasına asasən daimi komitetinin 21-ci yığınında Avtonom rayonning port iqtisodiy taraqqiyotini ilgari surish nizomiy layihasining tuzilgan nusxasi, Jungo Xinjiang erkin savdo sinoq rayoni nizomiy layihasining tuzilgan nusxasi, Avtonom rayonlik xalq hukumati qarab chiqishga sungan Avtonom rayonning adliyalik baholash nizomiy layihasi, Avtonom rayonning tijorat savdo muhitini a'lolashtirish nizomiy layihasi va Avtonom rayonlik xalq qurultayı jamiyat qurilishi komiteti qarab chiqishga sungan Avtonom rayonning ayollarining huquq manfaatini kafolatlantirish nizomiy layihasi haqidagi taklif layihasi qarab chiqildi. Ürümçi şəhərlik xalq qurultayı daimi komitetinin Ürümçi şəhərinin yerlik nizam çıxarış nizamını tüzütüş toğrusudakı qararı, Qarmay şəhərinin yezigilik maqsadları bazarını başqarış nizami, Sanjı Xoyzu Avtonom oblastının yaşanğanlarını ayılda kütüş mülazimeti nizami, Qumul şəhərlik xalq qurultayı daimi komitetinin Qumul şəhərinin yerlik nizam çıxarış nizamını tüzütüş toğrusudakı qararı, Turban şəhərlik xalq qurultayı daimi komitetinin Turban şəhərinin quruq üzüm sübütini başqarış nizamını tüzütüş toğrusudakı qararı, Mori Qazaq Avtonom layihəsinin səhra sayohatchiligini ilgari surish nizamini tasdiqlashga sunish to'g'risidagi taklif loyihasi tekshirildi. Avtonom rayonlik xalq hukumatining Avtonom rayonning 2024-yillik yerlik qarzini boshqarish ahvoli to'g'risidagi doklati, Avtonom rayonning 2025-yillik xonchotini tangshish loyihasi dastlabki loyihasi to'g'risidagi doklati anglab o'tildi va qarab chiqildi. Avtonom rayonning 2025-yillik xonchotini tangshish loyihasi dastlabki loyihasi, Avtonom rayonning 2024-yillik muhit ahvoli va muhit asrash nishonini tamomlash ahvoli to'g'risidagi doklat tekshirib tasdiqlandi. Hamda Tianshanning shimoliy etikidagi shahar to'pining atmosfera muhitini tuzash xizmati ahvoli to'g'risida maxsus temada savol so'raldi. Avtonom rayonlik xalq qurultayı daimi komiteti qonun ijrosini tekshirish guruhining Avtonom rayonlik xalq qurultayı daimi komitetining hukumat qarzini tekshirish nazorat qilishni kuchaytirish to'g'risidagi qarorining yo'lga qo'yilish ahvolini tekshirish to'g'risidagi doklati, Avtonom rayonlik xalq qurultayı yezigiligi va yez komiteti, jamiyat qurilishi komitetining Avtonom rayonlik 14-navbatlik xalq qurultayı 3-yig'ini hay'at riyosati qarab chiqishga topshirgan vakillar o'ttirib qo'ygan tavsiyalarni qarab chiqish natijasi to'g'risidagi ayrim doklati, Avtonom rayonlik 14-navbatlik xalq qurultayı daimi komiteti vakillar salohiyatini tekshirish komitetining ayrim vakillarining vakillik salohiyati to'g'risidagi doklati anglab o'tildi va qarab chiqildi. Kadrlarni tayinlash qoldirish ishlari qarab chiqildi. Yig'inda boshqa qarorlarmi qarab chiqildi. Memleketlik 35. qitimliq meyiplarga yordam berish kuni faoliyati va 2025 yillik meyiplar madaniyat haftaligining Şinjan asosliq maydon faoliyatini boshlash murosimi 5-oyning 18 kuni Ürümçi shahri xalq bog'chisida o'tkazildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, siyosiy qonun komitetining shujisi Chen Mingo faoliyat qatnashdi hamda so'z qildi. Chen Mingo munolarni ko'rsatdi. Bosh shuji Xi Jinping meyiplar ishlariga alohida ko'ngil bo'lib va ahamiyat berib, bir qator muhim bayonlarni o'tirib qo'yib, muhim yo'l yo'riq berib, meyiplar ishlariga ilgirlash yo'nalishini aniq ko'rsatdi. Uni tub mezoniga ega qildi. Mamlakatlik 35 qitimliq meyiplarga yordam berish kuni kelgan paytda bosh shuji Xi Jinping yana muhim yo'l yo'riq berdi. Bu muqarrar holda meyiplar va meyiplar xizmatchilarini o'zini kuchaytirishga, o'ziga tayinishga, jasorat bilan ilgirlashga, meyiplar ishlarining texnik go'zal, rangdor sahifasini putishga yana ilhomlantirdi va rag'batlantirdi. Yaqinqi yillardan buyon Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumati bosh shuji Xi Jinpingning muhim bayonlari va muhim yo'l yo'riqning ro'yini qat'iy izchillashtirib, meyiplar xizmati mexanizmi va meyiplarning huquq manfaatini kafolatlantirish tuzumi o'rnatib va uni takomillashtirib, meyiplar ishlarini iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot umumligiga kirgizib bir tutash planlab mas olg'a surdi.
u da 3 yil xalq turmushi amaliy ishi qilib cho'nqur yo'lga qo'yib, meyiplarning har taraflama taraqqiyotini kuchab ilgari surdi. Jamiyatga har soha meyiplarga yor yo'lak bo'lish harakatlarini keng qanot yaytirdi. Meyiplarni tushunadigan, hurmatlaydigan, ularga ko'ngil bo'ladigan, yordam beradigan ijtimoiy kayfiyat ko'nsir qo'yuqlashdi. Meyiplarning turmushi texmi yaxshi kapolatlantirilib, texmi qulaylashtirilib, texmi yaxshilandi. Meyiplar jasoratlik, yaramliq bo'lish ruhiy holati bilan go'zal turmushga intilib, go'zal Xinjiang barpo qilishga atlandi. Kunningo manalan ta'kidladi. Har darajalik meyiplar birlashmasi tashkilotlari va meyiplar xizmatchilari funksiyasini to'liq ado qilib, meyiplar bilan zich aloqa bog'lab, meyiplar uchun so'zlab, meyiplar aldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, taqozo bo'layotgan masalalarni moslashtirib hal qilib, meyiplarning qonuniy huquq manfaatini haqiqiy yaxshi qo'g'dab, ularning g'amguzori, dilkishi bo'lishi. Jamiyatga har soha meyiplarni tushunib va hurmatlab, ularga ko'ngil bo'lib va yordam berib, harakati orqali mehr-muhabbat yetkazib, hurmati orqali bir taraflama qarashni tugatib, ularning go'zal turmushdan bahramon bo'lishiga yordam berishi. Meyip do'stlar partiyaning gapini qat'iy anglab, partiyaga agish menib, o'zini qadrlab, o'ziga ishinib, o'ziga tayinib, o'zini kuchaytib, ijtimoiy turmushga aktiv qatnashib, qiyinchilikqa botirlik bilan yuzilinib xirsiq taqobil turib, Jungochi zamonaviylashtırishning Xinjiang amaliyati keng sahnasida ishonchga to'lib ilgirlab, turmushini rangdorlikka ega qilish kerak. Faoliyat maydonida mamlakat bo'yicha o'zini kuchaytirish namunachilari vakillari o'zini kuchaytirish va meyiplarga yordam berish bosh temalik tashabbusi e'lon qildi. Ushqunni mashalga aylantirish temasidagi meyiplarning ilg'or ish izlarini tashviq qilish kollektiviga bayroq berilib, avtonom rayon va Bengtuandagi meyiplar o'zini kuchaytirishga, o'ziga tayinishga ilhomlantirildi. Avtonom rayonlik meyiplar birlashmasi Xinjiang ixtisosliklar taraqqiyot guruhi cheklik mas'uliyat shirkati bilan strategik hamkorlik ramka kelishimi imzoladi. Yangi Jungoning tunji cho'ng neftligi 1955-yili Qarmayda borliqqa keldi. 70 yildan buyon Qarmay davlatni 460 million tonna neft, 110 milliard kub metrdan ortiq tabiiy gaz bilan ta'minladi. Bugungi kunda bu yerda mamlakat bo'yicha eng cho'ng oliy darajalik mineral may ishlab chiqarish bazasi qurilib, mahsulotlari davlat ichidagi oliy darajalik mineral may bozorining yarmiga yaqinini egalladi. Endi cho'ng davlat qurilishidan Xinjiang nazar sahifamizda Jungo neft tabiiy gaz guruhi Qarmay neft ximiya sanoati cheklik mas'uliyat sheriklik berib, Xinjiang neft tabiiy gaz kasbini qanday qilib zanjirini uzartib va kuchaytirib, kasbning o'tiral oliy qatlamiga yurish qilganligi bilan tanishamiz. Mineral may neftni yuqori besim, yuqori temperatura qatorliq texnologiya yo'llari orqali bir taraf qilib hosil qilingan aralashma moddani ko'rsatadi. Rangsiz, puraqsiz, zaharsiz, qo'shilma qiymati yuqori, foydasi ko'p bo'lg'achqa sohaning yangi ish nuqtasiga aylandi. Qarmay neft ximiya sanoati shirkati yaqinda ko'pik yo'qotish to'g'risiga ishlatiladigan oliy darajalik maxsus mineral mayni turkumlab ishlab chiqarib, mahsulot turini yanada ko'paytdi. Oliy darajalik mineral may gram buyumiga ishlatiladigan, yemaklikka ishlatiladigan, tibbiy doriga ishlatiladigan mineral mayni o'z ichiga oladi. Hozir yiliga 200 ming tonna oliy darajalik mineral may pishiqlash iqtidori hozirladik. Yiliga 150 ming tonnadek mahsulot ishlab chiqaryapmiz. 1959 qurilgan Qarmay neft ximiya sanoati shirkati dunyoviy naftdan mahsulotlari bazasi, shundaqla Jungo neft tabiiy gaz guruhining muhim quyuq neft pishiqlash, oliy darajalik siliqlash miyi, asfalt ishlab chiqarish bazasi. Korxona oldingi asrning 90-yillari mineral mayga aloqador tadqiqotni boshlab, 2010-yilga kelganda dastlabki ko'lam shakllantirdi. Yiliga 400 ming tonna neftga yuqori besimda hidrogen qo'shadigan bu qurilma mineral may pishiqlashning oldingi ish tartibi. Mineral mayning xam ashyosini oldi bilan hidrogen qo'shish bir taraf qilib, ondan izomer orqali qatirib, inchga pishiqlasak, yarim tayyor mineral mayga erishimiz. Shandongliq Lejingning Qarmay neft ximiya sanoati cheklik mas'uliyat shirkatida ishlayotganiga 17 yil bo'ldi. U xizmatdoshlari bilan birga yangi mahsulot, yangi texnika tadqiq qilib yaratish qatorliq jihatlarda sijil kuchab, ko'p xil texnika natijasini aylantirib, amillashtirib, oliy darajalik mineral may ishlab chiqarish texnologiyasini uzluksiz amalashtirib, davlatimizda ishlab chiqarish nisbatini ko'rinarli o'stirdi. Bu yiliga 150 ming tonna oliy darajalik mineral may pishiqlash qurilmasi. Bu qurilma navbatda davlatimizdagi mineral may pishiqlash iqtidori eng cho'ng yakka qurilma. Yemeklikka, girim buyumlari va vaksinaga ishlatiladigan barliq mineral may mushu qurilmada pishiqlandi. Bu qurilmaning davlatimizda ishlab chiqarilish nisbati 100% ga yetdi. Qarmay 70 yilda cho'l bayavondan mamlakatimizning muhim neft ximiya sanoati bazasiga aylandi. Neft tabiiy gaz tanglash miqdori 18 million 560 ming tonnaga yetib, yiliga 16 million tonna neft pishiqlash va 1 million 400 ming tonna etilin ishlab chiqarish iqtidorini hozirladi. Avtonom rayon darajalik neft ximiya sanoati nuqtaliq tajribaxonasidan 4, doktor Ashte xizmatxonasidan 2si qurildi. 10 mingga yaqin kasbiy texnika ixtisosi egasi to'planib, Xinjiangning neft kasbida zanjirni uzartish, kuchaytirish, kasbning o'tira va oliy zanjiriga yurish qilish jonliq namoyandasiga aylandi. Lejingga o'xshash avlodma-avlod neft ishchilarining o'rtaq tirishchiligida Qarmay neft ximiya shirkati oddiy holdagi neft ayirishdan neft o'zgacha mahsulotni, o'zgacha material bo'libmi o'zgacha oliy mahsulotlarni taraqqiy qildirishga yuzlanib, o'lka ministrlikdan yuqori darajalik 84 fan texnika natijasiga 190 patentga erishib, mamlakatimizning quyuq neftni inchga pishiqlash texnikasi
keksidagi bo'shliqni to'ldirib, dunyo bo'yicha ilg'or seviyaga yetishdak tarixiy olqishni amalga oshirdi. Yiliga 220 million tonna transformator meyi yurishlik mahsulotni ishlab chiqarib, dunyo bo'yicha transformator meyi ishlab chiqaradigan eng chong korxonaning biriga aylandi. Cho'ng davlat qurilishining qatnashquchisi bo'lganimdan nihoyat faxrlanaman. Bundan keyin texmi ko'p yoshni rolni uzluksiz joriy qildirishga yetaklab, fan texnikada yangilik yaratishga kuch qo'shaman. Jungo Import-Eksport Bankasının Şinjan şöbesi bütün zincirlik, to'liq muhitlik, siyosat xarakterlik pul muomala munosamati barpo qilib, 1-oydan 4-oygacha 10 milliard yuanga yaqin qarz tarqitib, Şinjan chegara halqagan savdosining taraqqiyotini pul muomala terikiga ega qildi. Yavaat guruhi Şinjandagi davlat halqagan yerlik korxonalarning biri. Eksport mahsulotlari, qurilish mashinalari, mashinsozlik, elektr uskunalaridan tortib, yangi energiya, yezigilik mahsulotlarini inchki pishiqlash qatorliq sohalargacha kengaygan. Korxona Jungo Import-Eksport Bankasi Şinjan sho'basining siyosat xarakterlik pul muomala muddatiga tayinib, bir balvoq bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarga tovar eksport qilish ko'lamini sijil kengaytdi. Bizni eksport tovar sotquchi taraf kredit ko'chma mablag'i qarz bilan qo'lladi. Chiqim raschoti, qarz jadvali ishchi sirti bo'yicha savdoda mablag' yurishtirish, chegara halqagan xalq pul raschoti mulozimati qatorliq bir qator universal pul muomala mulozimatlarini yurishlik ta'minlab, davlat ishchi bozori va xalqaro bozorni faol kengaytirishimizni pul muomala jihatdan kuchli qo'lladi. Jungo Import-Eksport Bankasi Şinjan sho'basi tashqi savdo taraqqiyoti, bir balvoq bir yo'l qurilishi qatorliq sohalarni cho'rdab, siyosat xarakterlik pul muomala mulozimati saviyasini uzluksiz o'stirib, sistemalik mahsulot sistemasi shakllantirdi. Mablag' yurishtirish bilan aql farosatni yo'g'irish birlashtirilgan andizli yangilik yaratib, xoslashgan periyod nisbatida xatardan saqlanish quroli, chegara halqagan raschot loyihasi ham turda mablag' yurishtirish muddati orqali o'tir-kichik tashqi savdo korxonalarining taraqqiyotidagi bo'g'ma holatni buzib tashlashiga yordam berdi. Chegara sirtiga mablag' selish, tashqi savdo, ilg'or yasimchilik qatorliqlarni nuqtali qo'llab, korxonalarga butun zanjirlik, yurishlik, siyosat xarakterlik pul muomala mulozimati qilib, Şinjanning Osiyo, Yevropa oltin yo'li barpo qilishiga kuch qo'shamiz. Abdunum rayonimiz bu yil shahardagi kentlarni o'zgartirish xizmatini puxta qadam bilan yo'lga qo'yib, davlatning qo'llash siyosatini eng zo'r chekda qo'lga keltirib, shahardagi kentlarni o'zgartirish orqali aholilarning turalg'u sharoitini, shahar qiyofatini va sifatini yanada yaxshilaydi. Navbatda Abdunum rayonimizdagi joylar shahardagi kentlarni o'zgartirish turini orqa-orqadan yo'lga qo'ydi. Bu Urumchi shahri Shinko 2-atirti tavallik rayonidagi shahardagi kent o'zi silib olgan uylarni o'zgartirish turi. Xizmatchilar koni uylarni chiqartirdi. Cheqish va axlat tozalash xizmatini 5-oyning 30-kundan burun tamomlab, 6-oyda binokorlik korxonasining qurilish qilishiga topshirishga haqiqiy kapolatlik qilamiz. Bu tavallik rayonidagi koni uylar 20-asrning 90-yillarining beshida silangan. Turmush aslahalari kona, o't mudofaa bexatarligi qatorliqlarda yoshirin xavf saqlangan. Bu qitim chiqib qayta silish, ommaviy aslahalarni yurishlashtirib, allashtirish, yo'l to'ri va shahar ma'muriyati aslahasini yaxshilash qatorliq shakllarda bu yerdagi aholilarning turmush sharoiti tubdan yaxshilandi. Abdunum rayonimizning har qaysi joylari bu yil shahardagi kentlarni o'zgartirish qurilishini asosli naqd pul to'liqlama berish bilan uy berib o'rlashtirishni birlashtirish shaklida qanot yaydirdi. Shuning bilan birga turalg'u kapolati iqtidorini oshirish harakatini puxta qanot yaydirib, 13600 yurish kapolatlik turalg'u silib, shahar bozorlaridagi 258 koni o'ltiraq rayonni, shahardagi 2093 yurish xatarlik koni uyini o'zgartirdi. Abdunum rayonining sayohatchilikda xizmatchi taklif qilish maxsus faoliyati hamda Qashqar viloyatining naq maydonda xizmatchi taklif qilish faoliyati bugun Qashqar shahrida boshlandi. Sayohatchilikni ishga o'rlashtirish roli to'liq joriy qildirilib, sayohat korxonalari bilan xizmat izlaguvchilarga kengashish supsi hozirlandi. Naq maydonda xizmatchi taklif qilish, madaniyat va sayohat turlarini ko'rgazma qilish va siyosatdan maslahat berish qatorliq bo'laklar ta'sis qilinib, 150 necha korxona qatnashishga jalb qilindi. Bu korxonalar mehmonxona boshqarish, sayohat yetakchisi mulozimati,